Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshlarim Nabijala. Bugün sizlar bilan mushu yangi ishlagan filmimiz Qaytish degan nomli film to'g'riliq bir suhbat programmamiz qilay dedim. Asosliq bu yaqinda hammamizning xabari bor. Xitoy tajovuzlari o'tgan yili buni isibisini chiqarib yepik shaklda vatanga qaytish, vatanga berishga ba'zi Uyg'urlarga bir yo'l içip bergan bo'lsam, bu yil kar şekilde onu teşvik qilib, texmi ko'p Uyg'urlarimizni bu şekilde aldashga, qiltaq qurishga urinyotidi. Hamda bu filmda asosligi biz hamda mushu temani asos qilib, vatanga qaytib ketib olgan qarindoshlarimizninki ahvoli nerga cho'layotidi. Buni vatanga borgandan keyingi hissiyoti, vatanga borgandan keyingi o ko'rgan bilgilerini bu deganimda qisqa film, ya'ni 20 minut atrofida bo'ldi. İnşallah buni pat yaqinda qo'yishga tirishimiz deb jiddiy ishlayapmiz. Nasib qilsa uning yana tafsilot to'g'riliq har birlari bilan bir uchrashishimiz. Ham deganimda Xitoy tajovuzlarining bu tashviqotiga nisbatan bizning muajiratdagi Uyg'urlarimizning orasida bu vatanga qaytishga nisbatan ba'zi qo'llagan qarindoshlarimiz bo'ldi. Buningga qarshi turayotgan qarindoshlarimiz bo'ldi degandek. Xitoy tajovuzlarining 8 yildan buyon, ya'ni 2017dan boshlab, ya'ni shu 2024 bugunga qadar vatanimiz Sharq Turkistonda qilayotgan irqiy qirg'inchiligini hammamiz shohidlab turyapmiz. Shohidlab turyapmiz. 5 milyonga yaqin qarindoshimiz Xitoy tarafidan shahid qilinib ketdi. Biz mushundaq musibat ichida, mushundaq qattiq o'zimizning yurkiga tosh yesib, mushabda vatandagi tuqqanlarimiz bilan aloqalashamamoqlik, vatandagi tuqqanlarimiz bilan ularning hayotining qanday shaklda bo'layotganligi, hattoki o'lib ketsa necha oydan keyin, hatto bir yildan keyin, necha yildan keyin xabarini bilyapmiz shu. Biz mushundaq davrda yashayapmiz. Buni chet ellikka desek asla qabul qilinmaydi-ki. Oyimizda biz 6-7 yil oldu uydagilar bilan tilpillashamayapmiz desek, ular hech aqli ko'tarmaydi-ki bu bunday narsani. Chunki ularning beshida bunday narsa o'tib boqmagan bo'lg'achqa hech qabul qilinmaydi. Ammo bu mayli o chet ellik ham yerliklarimiz olsun, yashayotgan davlatdagi chet ellik u qanday ifoda bilsa o o'zining ishi. Ammo eng yomon bo'layotgani sizlar bilan bizdek shu vatandan chiqqan, vatandagi shu kunni ko'rib chiqqan, shu yerdagi urug' tuqqanlarimiz, ota-onamizni tashlab chiqqan biz Uyg'urlarning bugungi mush shaklda Xitoyning qilayotgan mush ko'z bo'yamchiligiga hamnafas bo'lishi va yoki shuningga moslashib berishi bu hammamizning qabul qilolmayotgan ish. Hamda berayotgan qarindoshlarimizning har xil sababi bor. Bu bir sabab emas, necha ming xil sababni ko'rsatib beradi odam. O sebep hemmimizge bir narsa tepilidi. Ata-onamiz og'rib qoladi, ata-onamiz o'lib ketadi, u yerdagi tuqqanlarimiz qolgan bo'ladi, u bir şekilde bo'ladi, yo'lmasa yashinib qolgan bo'ladi, ular bir ko'zini yumg'ichi bizni chaqirayotgan bo'ladi, yoki bo'lmasa jiddiy sakratda bo'lib qoldi, bormasa qolmaydi, bizni ko'rish eng oxirgi kunim ko'rib olmasa olmaydi degandekchi. Nurg'un bana sabab bor. Endi u bana sababga bana sabab topib baqili desek, yaman jiq sebepni tepib beraleymiz. Ama endi hozirgi vaziyatning o'zida bu Xitoyning buni normallashtirish, davatqanimizdek shu 8 ning yo'g'i har birlari dunyoning har yerida imkoni yetgan har qarindoshlarimiz o'zining ash urug' tuqqanlarining izlarigini qilib turayotgan davlatlarga arz shikoyat sunib, bugungi dunyoda 3 yil bo'laydi, inshaalloh bu yil 3-yili irqiy qirg'inchilik degan bir tamg'ini Xitoyning peshonasiga urayotgan mezgilning o'zida Xitoyning bu taktikasiga, bu hili mikriga tushib ketishning o'zi meningcha to'g'ri emas deb qarayman. Mening ko'z qarashimda bu ishni to'g'ri emas. Ammo Xitoy buni bilgunimizdek nihoyat buni inchki planlab, buni 2020 yildan boshlab buning planini boshlagan. Xitoy nihoyat puxta tayyorlik qilib, birinchi turkumni kimni ekimiz, ikkinchi turkumni kimni ekimiz, uchinchi turkumni kimni chiqaramiz degan nuqtagacha buni nihoyat yaxshi planlagan bo'ldi. Endi bu qisqa filmda qarindoshlar gapimga qaytib kelsam,
biz bu Xitayning hamma ilmiy o'rttirib hammani ep chiqolmaymiz. Fakat bu qisqa filmde biz şu bağan bir yoshning vatanga qaytgandan keyingi ko'rgani, dilg'ulchiligi, u yerdagi nazorati va shunga o'xshagan Xitoyning ba'zi bir tahdidi va aldash turlaridagi narsalarga qanday yo'liqqan bo'ldi. Biz ko'rolmayotgan yerimiz. Biz hozir hammasi vatandan chiqqandan keyin faqat aydirimda vatanda kutib olgan narsani yo'llab berib, bizga nihoyat xushal xo'ram bir sahnani ko'rsatib bizni aldayotdi emasmi? Endi u odam borgandan keyingi ko'rinishni sizlar biz ko'rolmagan, ammo u yerdagi qarindoshlarimizning ba'zi deb bergan, ba'zi ko'rgan, bilgan, anglagan va yoki reallikning ba'zilarini biz buni tartiblab bir film shaklida qilib har birlariga sunishtirdik. Bu orqali qarindoshlarimizning berishga tamshilayotgan yoki bir berib kelay, bo'ptilar hamda hammadan berib keldi, men berib kelaychi deyotgan qarindoshlarimizga bir ogohlantirish olsun. Keyingi avlodlarimiz bizden to'xtab turgan mush muajiratda mushunchalik imkoniyatimiz juda bir tarbiyaviy narsa ishlab qolibdi ekan, mushalik bir qarindoshlarimiz deb mushu filmimizning bir ikki qarindoshimiz ya bir bo'lik qarindoshlarimiz bir pay deb qolsa, biz shuning uchun nihoyat xursandman. Uning uchun endi maqsad shu. Filmni ishlashdagi maqsad buning xato siyosat ekanligini, qarindoshlarimizning aldam qaldiga, pushaymonga mubtalo bo'layotganligini bir canlıq şekilde her bölümünün göz aldığı göz düşüşün. Bunu imkaniyetimizden yetken, gerçi belki bir kesbi adamla emez, bir şekildeki insanlar özümüz bir toplanıp, bana okşaş bir heveskarla, bir hemkarlaşıpla bir oturup çıkaran neyse. İnsanlar da var, tövşünün aldı. Biz yine köpçülükle birlikte bir grubumuz oldu bizden. Şu grubumuzdaki qarindoshlarımızla hemkarlaşıp, Xorlangan vicdan degan filmni ishlagan. Shu mezgilda 2020 yilda dal shu irqiy qirg'inchilikning yuqori pallasiga chiqayotgan mezgillarda shu irqiy qirg'inchilikning bir kartinasini bir ilishga bir ishlashga tirishgan bo'lgan. Bu vaqtdagi u filmning keyingi inkaslar, uning ko'rilish nimasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Qarindoshlarimiz har shaklda bizga yaxshi baholarni berdi. Alloh razı olsun. Endi ma'vo 4 yildan keyin bu filmni hozirgi vaziyatda jiddiy bo'layotgan bir ish bo'lg'achqa buni bir film qilib ishlashga tirishgan bo'ldik. O'tgangi Xorlangan vicdan filmimiz 37 minutlikdi. Bu filmni qisqa film shaklida deb buni 20 minutlik ishlaydigan bo'ldik qarindoshlar. Hamda 4 yilda bir her birlariga arliqda bir qon degan filmni ishladik. U bek qisqa film, u 3 minutlik film. Balkim ko'rdinglar. Mening YouTube kanalimda bor, ko'rib beqinglar. U mu Xitoyning milini Xitoyning naskereklarini yavatgan şu Uyg'urlarimizga qon degan bir qisqa film orqali uningdan bir ovoz shaklemas harakat shakli orqali bir Xitoyning milini yesa ashad qarindoshlarimizni qiynashayotgan o'xshash bo'lganlik to'g'riliq bir tarbiyaviy ahamiyatli bir film ishlagan. Hamda Alloh xolsa ma filmimiz 3-chi filmimiz bo'ldi. Bizning guruhimiz ishlagan. Bu filmimiz inşallah pat yaqinda bak vaqtini dikte etsem onu ulgurmay qolsak yolg'onchi bo'lib qolmay deb pat yaqinda degan iborani qo'llanishga tirishayotman qarindoshlarim. Agar bu filmni ko'rishga qiziqadigan, buning uchun men bir qayerdan ko'rman, buning uchun qanday ko'rman, qanday sharoit hozirlashim kerak degan qarindoshlarimga shu ulanmaning ostida mening aloqa qilish WhatsApp nomerimiz var. WhatsApp nomerimiz orqali aloqa qilsanglar qolgan narsani tafsiliy nima qilamiz. Endi buni boshqa bir yangicha bir usulda qo'yishga tirishyapmiz qarindoshlar. Chunki 2020 yilda ishlab 2024 çok mandaq kar Türk filmde ishlayolmaganga 4 yil o'tib ketib qoldi aytdik shu iqtisodiy sabab qarindoshlar. Hamda ash filmni ya bir saxovatchi qarindoshlarimiz yardım bilan ishlagan to'q jiddiy shaklda bir nima qilib Alloh razı olsun shu saxovatchi qarindoshlarimiz bizga yaqinda yordamda bo'lgan. Her bir filmga saxovatchini bununla mablag' sağıcını izlab tepishni aytib tesken. Onun üstüne bizden filmlerimiz bunda paydalıp kiladigan yoki bo'lmasa kino xallarda qo'yib manda bo'ladigan ish bo'lmag'achqa ondan keyin boshqa qarindoshlarimiz dedi ham shu Yevropalarda bunda fondlar yoki film fondlar. U filmni aloqalashgan bo'ldi qarindoshlar. Uning o'zgarishlik bundaq talablari bo'ladi ekan. Ondan keyin bu bir filmni har birlarining oldiga olib chiqish uchun uzun vaqt ketadi ekan. En mühimi şu fondunun pulunu elip, şu fondunun
degan ölçümü bo'yicha ishlab chiqarish uchun uzun vaqt ketadigan. Bu bir. Yana birisiga uning xizmatimiz uning jiqish bitib qoladi ekan. Uningga o bir yoqdan ishlab, biz bir yoqdan ishdan sirt qilayotgan shu bo'lgandan uningga hapilishib yuradigan jiq vaqtimiz bo'lmay qoladi ekan. Shunga vaqt munosabati bilan biz u fondlarning nimasiga hozircha yetishib bo'lolmadik qarindoshlarim, uni to'g'ri tushuninglar. Hamda mushu deganimizdek mayli saxovatchilar, mayli mushuningga bizning e'lonlarimiz va yoki bizning bir qatqimiz bo'lib qolsin degan qarindoshlarimizning agar mush filmimizga nima bo'lsa, men bilan aloqalashsa, agar bo'lsa uni tafsiliy holatda ayrim deysak bo'ladi. Vaqt munosabati bilan bu yerda uni to'g'riliqcha to'xtalmayman. Demakchi o'g'lim, qisat bo'lgan bo'lsa, vaqt-vaqtida biz yangi filmlarni, hatto muajirat hayotimiz ishlaydigan shunday jiq filmlar bor. Vatandagi qarindoshlarimiz bundaq filmlarni, ya'ni Xitoyning atibay yurishini oshkorlab beradigan, Xitoyning bizga qilayotgan ziyonkashligini va yoki har xil shakldagi ilib berayotgan qilmishlarini oshkorlab beradigan filmni vatandagi qarindoshlarimiz ishlayolmaydi qarindoshlar. Bu shu vatan sirtida sizlar bizdagi qarindoshlarimiz, garchi biz kasbiy bo'lmasakmi, buni tirishib bir şekilde qilishga imkoniyatimiz bor. Onun uchun biz buni chiqish nuqtasi qilib turib, kuchimizdan yetishicha bunga tirishdik. Deganimdek 4 yil uzarib chiqgan iqtisodiy masala bo'ldi. Yani buningdan keyin ma iqtisodiy masalani hal qilmasak, buningdan keyin ma filmning oqi davomi bo'lmaydi ekan. Davomi bo'lish uchun har birlari biraz biz bilan hamkorlashib, hech bo'lmaganda bir bilet ilib, bir ko'rib. Demak, qarindoshlarim, yuqorqidek ehtiyojlarimiz bo'lganligi uchun qisqa muddat ichida yana nurg'un yangi filmlarni ishlab chiqarishimiz uchun har birlarining deganimdek qo'llab-quvvatlashiga muhtojmiz. Uning uchun biz WhatsApp guruhlari film ko'radigan bir guruhdan birini ta'sis qildik. Ostida deganimdek aloqalash WhatsApp nomerimiz bor. Mush nomer bilan aloqalashsanglar, shu vaqtida qayerda, qanday shaklda qaysi ulanmadan ko'radiganlik to'g'riliq uchurlarni vaqtida beramiz. Shunga buningga ko'rish qiziqadigan bir qarindoshlarimiz biz shu nomer bilan aloqalashsa bo'ladi. Qolganini har doim bundaq shu topda shu uchurlarni ashada taqishga tirishimiz qarindoshlarim. Shunga qarindoshlarimizdan yana oxirida talab qilganim shu nimamizni, shu programmalarimizni bizning YouTube kanalımızga a'zo bo'lib, ana kelmish programmamizni vaqtida taqib qo'ysanglar, anandan keyingi filmlarning e'lonlari chiqadi. Anandan keyin va shunga doir uchurlar bo'ladi. Shularni qarindoshlarimizning shu turishliq yerdagi davlatlardagi ijtimoiy uchur vositalariga taqib qo'yishini talab qilaman. Inshaalloh har birlarining qo'llab-quvvatlashi, solih duolari bilan inshaalloh yaxshi narsalarni, yaxshi asarlarni, yaxshi filmlarni chiqarishga tirishimiz deb o'ylayman. Qarindoshlarim, uning uchun har birlarining yaqindan qo'llab, hozirdan boshlab biz uchun bir madad berib, yaxshi asarlarni yaratishimizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.